Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersi ağacı bugünkü İslah 2023 yıl 2. ayının 3. günü hepteki cüme vatandaşım. Attiğinden biri sizlerge sözleyemeden bunun sebebi bir gün içinde teyyarlığa leksiyalarımdan vakti öttü diyecek. Yaki vaziyet şu desek onun vakti öttü. Ona teyyarlığa leksiyalarım bekar olup kaldı diyen gep. Şuna keşte fakat iki parça leksiya kaldı o vaziyetke muvafık. Ona sizlerge bu leksiyanı sözleydim. Bunun sebebi evvel başta sizlerge kirişsiz şekilde yakı bir vaziyet mukaddimesi şeklinde şundaqdır ki biz vaktni 1. ayının 31. günüge koyaylı. Bu günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Davlat Majlisi ve Memuriy Doiralar Jungo Komitetiga yangidan reis bulup tayinlangan Uyg'urlarning do'sti peshqadam yakan Nopozlo G'arbab kirishimi tepende bir qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihani sizlarga yetkazdik. O qonun loyihaning mavzusi endi asosiy jihatdan aytganda Jungoga berilayotgan sodada e'tibor berish siyosatini amaldan qoldirish. Bunu sizlarga yetkazdik. Endi buning tasdiqlanishi va yana ovoz qo'yilishi qachon uni kutamiz. Biroq 1. ayning 31. günü bu şu qonun loyihada Jungoga beriladigan sodani e'tibor berish siyosati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq siyosatini burun ayirib o'tgan edik, endilikda birlashtiramiz. Her yılda bir qatim tekshiramiz, masalan, sodada e'tibor berish siyosatini. Chunki Jungo hukumati irqiy qirg'inchilik, Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik, ya'ni Şinjan'da irqiy qirg'inchilik siyosiy yo'l qo'ydi. Uyg'urlarga ve O'rta Osiyo millatlarga, Uyg'urlar bilan birga yashayotgan O'rta Osiyo millatlarga irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizdi. Bu ketdimi? Endi 2. ayının 1. günüdün bugünkü 3. günügacha yuz bergan voqealar vatandaş. Nima deymiz? Vaziyatning o'zgarishi deymiz bunu. 2. ayının 1. günüdün 2. günügacha Uyg'urlarga Xudo shundaqla bir chiroy va nusrat ato qildi degandek, Kanada parlamenti tuvan palatasi qonun qaror loyiha ma'qullab, nolga qarshi bütün ovoz bilan qaror qonun loyiha ma'qullab 10 ming nafar Uyg'urning Kanadaga kelishi va Kanadaga yerlashtirish to'g'risida ma'qullagan qonun ma'qullikdan o'tdi vatandaş. Ovoz qo'ygan qonun ma'qullikdan o'tdi vatandaş. Şu esnada, mesela 2. ayının 1. günü, 2. günü, bu şu esnada Jungo Kom Partiyası hükümeti üzerine tili aytganda bir tane uçar kime, yani birisi casusluq şari deb atıladigan bu. Koyup berip bu uçar kime Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska havo boshlig'idan o'tib Kanadaga kirib, Kanada hava boşluğundan ötüp Amerika hava boşluğuna, territoriya hava boşluğuna kirib kelgenge. Hazır bu haberlerde değildi ki Amerika'nın Kanada'nın egilik huquqiga tajovuz qilganlik yoki ig'vogarchilik paydo qilganlik deyildi. Hazır bu şar ne yoki bu şar kimine urib tushirayli desa, ananga Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati yo'q. Agar urib tusharsak uning piskina deganlari yerga tushib Amerika fuqarolariga ziyon yetkazishi mumkin degan maqsadda urib tusharmaydigan bo'ldi. Hesabda hozirgacha yana
Amerika hava boşluğunda turuvatıdı. Cungo'nun uçar kemisiydi. Şu münasebet bilen del Cuma günü aeroplanga olturup Beijing'e ziyaretke mağdığan Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Antony Blinken Beijing ziyaretine vaqtincha to'xtatdi. Bu Amerika Koşmuş Ştatları tarixida, diplomatiya işleri tarixida qancha qatim yuz berdi, bundan toza xabarim yo'q. Biroq Jungo Kompartiyasi hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatik munosabat o'rnatgandan beri tunji qatam davlat darajalik yoki davlat ishlar kotibi darajalik Amerika amaldorining Jungoni ziyorat qilishini to'xtatganligi yoki vaqtincha kechiktirganligi bo'lib sanaldi vatandoshim. Bu az qo'yib berilgan uchar kema münasebetlik aldı kechiktirildi dedi. Yani muşarlıkta hürmetli vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlarının Avam Palatasının yeni tayinlengen saylam orqali yeni tayinlengen palata başlığı Kevin McCarthy Tayvan'ı ziyaret qiladigan planım yo'q degandek bir gapni qildi yoki bayonnoma e'lon qildi degan gap vatandosh. Buni qo'yib turaylik. Endi mushu orliqda men sizlarga dedim, masalan, 1-oyning 31-kuni Reis Chris Smithning savdoda normal savdoda e'tibor berishni Jungoga bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilinibla davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga safarga chiqish oldida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi senator Bob Menendez qatorliq senatorlar birlashib orqa-orqadan davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga xat yozib Jungoga barganda, ziyaretki yetib kelgende herkes bu ziyaret Jungo hukumati teşvik qiladigan yoki g'alba qildik deb teşvik qiladigan teşviqat materialiga aylanib qolmasligi kerak. Davlat ishlar kotibi barliq mas'uliyatni yoki Jungo Amerika munosabatiga bog'liq bo'layotgan o'tirdagi masala bo'yicha Jungoning mas'uliyatini surishti qilish kerak. Bo'libmi buning ichida Uyg'uristonda ya'ni Shinjongda elib berilgan qirg'inchilik, etnik tozalash, ya'ni irqiy qirg'inchilik masalasini qatorda surishti qilishi kerak deydigan shundaq senatorlar, Kengash palata a'zolari orqa-orqadan Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga xat yozib, ana shunday ifoda bildirgan edi. Bugun buni tayyorlab keldim. Bugun qara vaqt qarayman, so'zlasam so'zlayman, bo'lmas qoldirib qo'yib turib keyin so'zlayman. Biroq men deganim diqqatga, xulos shuki vatandosh 1-oyning 31-kuni Davlat Majlisida Chris Smith o'ttirib qo'ygan qonun loyihasi oddiy e'tibor berish siyosiy va kishilik huquq masalasi. Jungoga 2-oyning 1-2 kunlari atrofida Kevin McCarthy'ning Tayvan ziyorat qilish planining yo'q ekanligini o'ttirib qo'yilishi. 3-qadamda Bob Menendez qatorliq senatorlarning davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga xat yozib, Jungo hukumatini bu qatam safarda ziyoratda uning savalliklari yoki mas'uliyati tufayli surishti qilish to'g'risidagi fikrlar. 3-qatimda Jungoning ushar kemasi yoki 2-oyning 2-kuni ushar kemasining Alyaska, Kanada, Amerika va boshlig'ida paydo bo'lishi. Ondan 3-navbatda, asl dastlabda bo'lsin, 3-navbatda qator shundaq tizayli Kanada parlamenti va Tuvan palatasining Uyg'urlarni 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga yerlashtirish, o'rinlashtirish to'g'risidagi qaror, parlamentning qarori shundaq tezlik bilan ma'qullikdan o'tishi. Hayron qalursiz vatandoshim. Shundaq tezlik bilan ma'qullikdan o'tdi. Mushlarni qo'shqanda vaziyatga hozir jamliq o'zgarish
muşu dereceге yetip geldi. Hem bu vaziyet tünügilletin silagi sözlüge vaziyet 2. ayının 20. günü Wang Yi Moskova'nı ziyaret kıldı. 2. ayının 24. günü etrafında Reis Xi Jinping Moskova'nı ziyaret kıldı. Hem de bu etrafta hazır Prezident Vladimir Putin 500 bin kişilik askeri kısım topladı. Kanada hücum kıldı. Anda bugünkü o keçirinler Kanada emas, Ukrayna hücum kıldı keçirinler. Ukrayna hücum kıldı. Muşa vakalarga asosan yani bugün tuyuqsizda bir xabar paydo bo'ldiki, hozir Vladimir Putin prezident dediki, Germaniyani atom bombasi bilan yo'q qilaman dedi degan gap. Anandaki yana bir gap nima desangiz, yelpiz 2 belgilik tanka. Germaniya Ukraynaga yordamga bergan tanka. Bugün yana nayt shiddat ichida musha atrofda yelpiz 1 belgilik tanka. Bunun kuchinin qanday ekanligini belgilab olmaydi. Buni mu Ukraynaga yordam berishni qaror qilgan shundaq bir paytda Prezident Vladimir Putin Germaniyaga tahdid solib, atom bombasi bilan yo'q qilaman dedi. 70 keldi. Mening demoqchi bo'lganim bu oxirgi so'zimda Jungo uçar kemisinin Amerika hava boşluğu kirib kelganligi aralatikanda voqealar siyosiy hodislarni qo'yib bo'ldik. Bu ish Reis Xi Jinpingning va Wang Yining, minister Wang Yining Moskovani ziyorat qilishga ta'sir ko'rsatdi qanday? Hozir gaplarman mush ixtisos bilan bugun tayyorlangan ishlarimizni so'zlaymiz vatandoshlar.